Hammaga salom. Sizlar bilan Sadulla Abdullayev va biz UDEVS IT kompaniyasidamiz. Ya'ni bu kompaniya butun bozorga, kompaniyalarga qanaqadir IT xizmat kerak bo'lsa, ilova yasab berish kerakmi, tizim yasab berish kerakmi, hammasini amalga oshirib berishadi. Va bu yerda qanday odamlar ishlaydi, vazifalari qanaqa odam bo'lish kerak bunaqa kompaniyada ishlash uchun, mana shularni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni bitta tanishtirib olsangiz. Ismim Azizbek, familiyam Bahodirov, UDEVS kompaniyasining asoschilaridan biriman. Necha yoshdasiz? Yoshim 29da. 29da. Aka, mana UDEVS kompaniyasi nima ish qiladi? Biza общий aytganda IT outsourcing bilan shug'ullanamiz. Soddaroq tushuntirganda, bizda bizneslar bor. Bizneslarga решение yaratib beramiz. Ya'ni o'zida o'sha IT texnologiyalar orqali ularning muammolarini решать qilib beramiz. Adashmasam, Asnovani ham sizlar yasab bergansizlar. Asnovani, Alfani biz razработчикimiz. Zo'r. Partnyorimiz. Zo'r. Sizlar bozorda mana masalan konkurentinglar ko'pmi? Bozor deganda qarang, endi bizda bozor ajraladi. Misol uchun magazinni konkurentlari desangiz, uni mahallasidagi yoki bo'lmasa shu bitta regiondagi konkurentlar hisoblanadi. Bizning bozor bu butun dunyo. Butun dunyoda konkurentlarimiz ko'p. Lekin aynan O'zbekiston bozorida biz ishlayotgan направленияda konkurentlar ko'pmi deb so'rayotgan bo'lsangiz, u yerda men o'ylaymanki, hali unchalik ko'p emas deb hisoblayman. Bozor ob'yomi ham kichkina, shuni ham hisobga olish kerak. O'zi mana shunaqa kompaniyani asoslash uchun qanaqa jamoa kerak? Ya'ni sizga qanaqa jamoa kerak bo'ldiki, shu mana kompaniya asoslagan tayyormiz deyishingiz uchun? Qarang, biz o'zi qisqacha istoriyani aytadigan bo'lsam, men sherigim Abdulloh bilan birga MyTaxi kompaniyasida ishlaganmiz. Express 24 kompaniyada ishlaganman men o'zim, undan keyin va Fido biznesda. Ya'ni biz o'zimiz razработчик bo'lganmiz, shu sohaning ichidan bilganmiz. Biz o'tda ishlab yurganmiz va o'sha payt bizda ideya bo'lgan. O'zimiz bizga ko'pchilik kelardi. Bizga ham razработка qilib beringlar deb iltimos qilishardi o'sha kompaniyalardan. Endi u kompaniyalar produktoviy kompaniya bo'lgani uchun yo'q deyishgan. Keyin men o'shani bilib, eshitib Abdulloh bilan gaplashib, "Davay, nimaga biz qilib bera olmaymiz, yordam beramiz" deb talab bor, katta talab bo'lgan. Qilamiz deb boshlaganmiz. UDEVS va bundan boshqa proyektlarimiz ham bor. Faqat shu sohada, faqat IT yo'nalishida. Boshqa anaqa joylarga o'tlab ketmaganmiz. Mana boshlaganingizda ikkita odam bo'lganmisizlar faqat yoki? Boshlaganimizda biz 2 kishi bo'lganmiz. Undan tashqari shogirdlarimiz bo'lgan. Biz bilganmiz, что biz o'zimizni kuchimiz bilan qila olmaymiz, chunki bu komandniy работа. Va yonimizga shogirdlar yig'ishni boshlaganmiz. Ularni o'qitishni, tayyorlashni boshlaganmiz. Chunki u paytda bundan 5,5 yil oldingi bo'layotgan istoriya. Uchemniy sentrlar ko'p bo'lmagan, bunaqa o'zbekcha kontent umuman bo'lmagan desangiz ham bo'ladi. Juda kam bo'lgan. Bozor juda kadroviy golod katta bo'lgan. O'sha payt nechta odam edinglar? Endi boshlaganingizda? Biz boshlaganimizda 6 ta odam bilan boshlaganmiz. Hozir endi mana shunaqa katta ofisgacha yetib bordik. Hozirgi kunda hozir biz UDEVSda 50 tadan oshiq xodim ishlaydi. Bizda O'zbekistonning eng katta DevOps kompaniyasi bor, Proxima. U o'sha UDEVS orqasidan ochilgan kompaniya. U yerda 20 ta xodim ishlaydi va dastavka sistemamiz bor, Deliver. U yerda ham 20 tadan oshiq xodim ishlaydi. Proximani UDEVSdan farqi nimada? Biz UDEVS общий услуга ko'rsatadigan bo'lsak, Proxima узкий направленияda faqat DevOps bilan Security Opsda xizmat ko'rsatadi. В целом kategoriyamiz bir xil, xizmat ko'rsatishimiz tipi bir xil. Просто bizda vid uslug ko'proq bo'ladi. Ularda bitta dona vid uslug bor, faqat DevOps uslugi. Necha yilda yetib bordinglar shunaqa natijaga? 5,5 yilda. 5,5 hisobda 5,5 yilda yetib keldik. Zo'r. Mana biza asnovan bilasiz, yosh o'z yo'lini boshlayotgan odamlar uchun shunaqa masalan yosh mutaxassislar uchun imkoniyatlar bormi UDEVSda? Конечно, albatta bizda men o'ylaymanki, biz O'zbekistonda imенно yosh kadrlarni tayyorlash bo'yicha chempionlardanmiz deb aytsam, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bu faqat IT sohasida, bu boshqa sohalarda emas. Nimaga? Chunki o'zbekistonlik birinchi Tesla'da ishlaydigan developer bor, Dilmurod, bizning shogirdimiz bo'lgan va ko'plab shogirdlarimiz hozirgi kunda katta kompaniyalarda O'zbekistonda va butun dunyo bo'yicha ishlashadi.
Va albatta bizni juda ham xohlaymiz ularga yordam berishni, постоянно поддержка qilamiz. Shu sababdan bizning kompaniyamizdagi ichidagi средний возраст, ya'ni o'rtacha yoshimiz ham adashmasam 21 yosh hozirgi kunda. Biz yoshlarni ko'proq qo'llab-quvvatlaymiz. Chem kattalardan ko'ra. Aha. Ya'ni masalan hozirgi paytda universitetda o'qib turgan odam ham kelib ishla oladi sizlar. Albatta, albatta. Bizda stajirovka qilsa bo'ladi. Bizani o'zimizni hozir как раз biz Asnova bilan birga olishni mo'ljal qilamiz. O'zimizni roadmaplarimiz bor. O'sha roadmaplar bo'yicha kurs olmoqchimiz. Har xil yo'nalishda, backend yo'nalishida, project management yo'nalishida va boshqa yo'nalishlarda va o'sha kurslarni bitirib kelishsa, biz ularga vaqt ketkazmaymiz o'qitishga. Ular o'zi tayyor bizga bergan roadmap o'qib kelishadi. Biz ularni test asosida stajirovkaga olamiz, platniy bo'ladi. Ya'ni oylik to'laymiz. Undan keyin o'sha stajirovkadan yaxshi o'tishsa, ishga ham olamiz. Zo'r. Hozirgi paytda u kurs yo'q, hozircha endi tayinlanadi-ku, to'g'rimi? Ha, dokumentlari tayyor, просто uni biz syomka qilsak bo'ldi. Ha. Ammo masalan, ertaga qaysidir masalan yosh mutaxassis, yosh dasturchi kelib ishlamoqchida, u qanaqa qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak? Qobiliyatlari endi qarang, har bitta yo'nalishi o'ziga qarab belgilanadi. Asosan ajratiylikda soft skills bor, hard skills bor. Soft bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, hardda endi yo'nalishda, misol uchun backendchi backend tushunishi kerak, frontendchi front yo'nalishini tushunishi kerak. Soft skill bo'yicha aytadigan bo'lsak, men o'zim nimaga qarab otsinka qilaman, xodim bo'layotganda eng birinchi очередda javobgarlik olishiga qarab. Hozirgi kunda eng katta mas'uliyatli bo'lish kerak. Mas'uliyatli bo'lish hozirgi kunda hamma yoqda defitsit bo'lsa kerak, o'zi bekorga kulmayapsiz. Javobgarlik birinchi очередda va analitiskiy mishleniyasi bo'lishi kerak. Endi javobgarlik bo'lmasa foydasi yo'q. Siz men Oksforddan, Garvarddan odam olib kelsangiz ham odam bo'lmaydi baribir ham. Qisqa qilib aytganda, javobgarlik bo'lsa, lekin o'zi tushunmasa ham uni o'rgatib, уже ertaga perspektivasi bor. Chunki javobgarlik orqali o'rgana oladi-da. Javobgarlik bo'lmasa foydasi yo'q. Mana masalan, xodimingizga ham savol beruvdim. Odam masalan dasturchilikni bilmaydi hozircha, lekin masalan sun'iy intellekt bilan juda ham yaxshi ishlaydi. Promptlarni juda ham yaxshi yozishni biladi. Men o'zim yaqinda aytib beruvdim, video yasuvdim. Dasturchilikda nolman, tajribam yo'q, lekin telefon o'zi bilan va ChatGPT bilan web o'yin yasadim. Reels yasuvdim shu haqida. Va ya'ni praktik tarafdan qarasak, agarda promptlarni juda ham yaxshi bilsa odam koding qila olar ekan. Agarda shu sun'iy intellektni yaxshi bilib va kelajakda dasturchilikni o'rganmoqchi bo'lsa odam, unda mana shunaqa kompaniyada u uchun shunaqa joy bormi? Albatta bor deb hisoblayman. O'zi umuman bu faqat bizning kompaniyada emas, menimcha butun dunyoda hozir shunaqa tendensiya ketyapti. Sun'iy intellekt degan joyingizga men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Sun'iy intellektni o'zi ham bo'la olish kerak. Hozirgi kunda nimaga tendensiya ketyapti? Korotkий срокda, ya'ni kichkina srokda, kichkina kam resurslar bilan katta rezultatlarga erishish. Siz qilgan narsangiz ham, misol uchun, bundan 5 yil oldin bu qilgan ishingizni bilmadim, kamida 6 oy qilishingiz kerak. Uslovni bir 2 yil yoki 5 yil oldin. Hozir ancha tezlashdi. Buni tezroq qilish ikkita yo'li bor hozirgi kunda. Birinchisi no code yoki low code platformalar orqali qilasiz. Ikkinchisi o'sha AI yordamida tezlashtirsangiz bo'ladi. Ikkita tezlashtirish yo'li bor. Bizda imенно tezlashtirish bo'yicha o'zimizning low code platforma bor. Ya'ni, misol uchun, siz o'zingizga proyekt yaratmoqchi bo'lsangiz, bizgadan dostуп olasiz saytdan va o'zingizga proyektingizni yig'ib olsangiz bo'ladi. Bu o'sha imенно low code platforma orqali. AI, конечно, sizga как yordamchi sifatida xizmat ko'rsatadi. Yana ham ishingizni yana ham tezlashtiradi va bunda уже konечный produkt yig'ishtirsa gap ketyapti. Ya'ni, misol uchun, siz o'zingiz qaysidir biznesingiz bor, nimadir joyi avtomatizatsiya qilishingiz kerak yoki logika yozish kerak, nimadir prosess qilmoqchi bo'lsangiz, misol uchun, bizning o'zimizga kelganingizda bundan 2-3 yil oldin bu narsaga katta summa va katta vaqt talab qilinardi, resurs ko'p ketardi. Hozirgi kunda buni 2 kunda qilsangiz ham bo'ladi. Bizda realniy bir marta istoriya bo'ldi. Bitta uchebniy sentrga borganimizda o'quvchilarni va o'qituvchilarni keldi-ketdi sistemasini полный avtomatizatsiya qilib berish va filiallar bo'yicha отчетlar chiqarib berish bir kunda realizatsiya qilindi. Zo'r. Mana o'zi bozordan kelayotgan talablar, zakazlarning orasida sun'iy intellekt qo'shilgan qanaqadir loyihalar ko'payib boryaptimi? Ha. Bu yerda ikki xil talab bor. Birinchisi klientlarimiz o'zligi so'rashyapti. Birinchi talab. Ikkinchi talab ko'proq bu biz o'zimiz talab qilamiz. Biz o'zimizni bilib, shu yo'nalishda o'sish kattaligini, возможность kattaligini bilib,
biz o'zimiz ularga предлагать qilyapmiz. Ya'ni hali bizneslar baribir ham bu narsani tushunmaydi, hali yaxshi bilishmaydi. Biz ularga chiqib aytamiz, mana bunaqa решениялар bor. Shuni o'zingizga integratsiya qiladigan bo'lsangiz, mana bunaqa yutuqlarga erishsangiz bo'ladi deb biz o'zimiz taklif qilyapmiz. Masalan, hozirgi paytda adashmasam, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan, sun'iy intellekt yasashni o'rgatadigan qanaqadir kurslar bor, lekin ko'p emas. Universitetlarda ham joy unaqa ko'p o'rgatishmayapti shekilli. Hozircha sizlarda masalan bazaviy dasturchi bo'lib kelib, sun'iy intellekt ustida ishlash uchun o'rganish imkoniyatlari bormi? To'g'risi, biza sun'iy intellekt bo'yicha qanaqadir bizani tayyor gatovoy materiallarimiz bormi deb savol berayotgan bo'lsangiz agar, yo'q unaqa narsa. Men o'ylayman, unaqa narsa hech kimda yo'q deb hisoblayman. Nimaga? Chunki kimdadir bor desa ham, bu уже material tayyorlashga bir enli время vaqtingiz ketadi-da, u уже eskirib qoladi. Men o'shaning uchun o'ylaymanki, bu narsani albatta bitta kursda o'qishingiz kerak. Bilmayman, o'zbek tilida bormi, to'g'risi bilmayman. Qayerdadir kurs bo'lsa, balkim asnovada bordir, o'qishingiz kerak. Lekin o'qiganingizdan keyin, bo'ldi, men mana shuni endi o'qib oldim, men endi bilib oldim deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ishoning, bir 3 oydan keyin siz уже tendensiyadan orqada qolib ketasiz. Chunki mana biz har hafta kuzatamiz, yangiliklar chiqyapti. Ya'ni siz 3 oy oldin o'qigan narsangiz bugungi уже aktual bo'lib qolyapti. Shunaqa tez o'tish hisobiga. Chunki 3 oy oldin DeepSeek to'g'risida hech kim bilmas edi. Hozir hamma gapirib yuribdi. Tushunarli. O'shaning uchun ChatGPTning o'zi ham yiliga adashmasam 3-4 ta reliz berishyapti-da. Har relizda katta narsalar reliz qilishyapti. Yaqinda AI agentlar reliz qilishdi. Juda tez o'tishdi. Buni menimcha bir kursga ishonib qolish kerak emas-da. Bizda shunaqa noto'g'ri tushuncha bor. Bizda keladigan xodimlarda, studentlarda yoki bo'lmasa stajyorlarda men bitta kurs o'qidim deyshadi. Bu o'shani как talisman, hamma narsadan zashta qiladi. Unaqa emas. Unaqa narsa bo'lmaydi. Serебряный puli yo'q. Tushunarli. Shuning uchun постоянно развитие qilish kerak, o'zi o'qish kerak. Mana agarda mana shu videoni ko'rib turgan odamlarning orasida shunaqa kompaniyada ishlamoqchi bo'lganlar bor bo'lsa, ular hozir stajyorlarni olasizlarmi? Hozirgi paytda joylar bormi? Hozirgi kunda bizda o'zi har doim ko'rib chiqishga tayyormiz stajyorlarni. U ochiq, yopiq degan payt bo'lmaydi. Har doim открытыйmiz. Ko'rib chiqishga tayyormiz. Ular qanaqa tarzda murojaat qilsa bo'ladi? Qanaqadir bot bormi yoki sayt bormi yoki telefon qilish kerakmi? Biz link beramiz, shu link orqali anaqa qoldirsa bo'ladi, zaryad qoldirsa bo'ladi. Agarda UDEVS kabi katta IT kompaniyada ishlamoqchi bo'lsanglar va bu narsaga qiziqsanglar, link qoldirib ketganmiz va asnovada ham ularning kurslari yaqinda chiqadi. Shuni ham esdan chiqarmanglar. Kuzatib boringlar. Mana ko'rib turibman, jamoalar katta, open space. O'zi ko'plab kompaniya borsa, shunaqa holat bo'ladi. Do'stona muhit shekilli. Shu do'stona muhitni qanaqa qilib qo'llab turasizlar? Har xil, misol uchun biz har kuni ertalab stand-up o'tkazamiz. Ya'ni stand-up degani har bitta komanda ertalab turadi, ma'lum bir vaqtga yig'iladi va kecha nima ish qilgani, bugun nima ish qilishini aytadi. Bu o'zi metodologiyalarda yozilgan narsa. Biz shu narsani qilamiz, bu baribir ham sizni yaqinlashtiradi. Birinchisi, ikkinchisi bizda obedimiz o'zimiz ofis ichida qilamiz, spetsialni. Nimaga? Chunki o'sha obed paytida siz bemalol ko'pchilik bilan gaplashsangiz bo'ladi. Misol uchun men o'zim Maytaksida ishlagan paytimda ko'rganman. O'sha Akmal Paziyev yoki Ozodbek O'lmasov bilan biz bitta stolda o'tirib birga ovqat yeganmiz. O'sha payt любой bitta izingiz bo'lsa, endi baribir ham ular sizdan должность bo'yicha katta odam bo'lgan, uchuvchitel bo'lgan, hamma narsani aytolmasligingiz mumkin. Lekin endi yoningizda o'tirib u odam ovqat yeyotganda просто любой narsa aytsangiz bo'ladi. Dostupность juda yaqin bo'ladi. Men to'g'risi o'sha yerda ko'rib, o'shanda o'zimga niyat qilgan edim, shunaqa qilamiz deb. Shuni qilganmiz biz ham. Korporativlar qilamiz, har xil dachaga chiqamiz. Misol uchun proyekt yopilishi bizda bolalar bilishadi. Bu proyekt yopilishi bu dachaga chiqishga teng. Proyekt yopilishi dacha. KPI shunaqa qo'yiladi. Shunaqa qilib поддержка qilamiz. Endi oxirgi bitta makro savol beraman. Sizlarning kompaniyalardan qanaqa katta yutuqlarni, natijalarni ko'rsak bo'ladi yaqinda? Agarda masalan sizlarni kuzatayotgan odamlar bo'lsa, kelajakda qanaqa katta maqsadlarni ko'zlamoqdasizlar? Balki qanaqadir juda ham katta bozor o'zgartirib yuboradigan loyihani ustida ishlayotgandirsizlar. Nimadir bormi? Endi qarang, mana bizda katta gapirish bo'lmasin. Misol uchun bizda o'zimizning low code platformamiz bor. Biz 2,5 yildan beri bunga investitsiya qilamiz. Katta summa investitsiya qilingan уже.
va bu platformada 20 ga yaqin proyekt уже reliz qilingan, ya'ni уже ishlab turibdi. Mana shuni biz bu yil yana ham упор berib, отдельно produkt sifatida развивать qilmoqchimiz. Uni funksiyalari qanaqa? Funksiyalari o'sha boya aytganimdek, misol uchun siz developer emassiz, kod yozish bilmaysiz, lekin o'zingizga proyekt yozasiz. O'zi qilib beradi. Как konstruktor, misol uchun sayt bo'yicha aytadigan bo'lsak, tilda bor. Endi tilda bilan bir xil narsa emas, uni tushunishingiz uchun, osonroq tushunishingiz uchun shunaqa misol. Ya'ni siz o'sha backendingizda kod yozishingiz shart emas, terib olsangiz bo'ladi, yig'ib olsangiz bo'ladi. Mana shu narsa bo'ladi va bu yil biz Qozog'iston rynokida produktimizni aktivno развивать qilyapmiz. UDEV so'zda aytadigan bo'lsak, bu yil bilmadim, katta rejalar qo'yganmiz. Ana $1 million oshuv anaqalar. Zo'r. bo'yicha. Zo'r. Aka, endi qarang, siz o'zingiz dasturchi lavozimidan kompaniyaning CEOsiga, ya'ni o'zingiz dasturchilik IT kompaniyani ochgan odamsiz. Ya'ni sizni yo'lingiz foydali bo'lishi mumkin emas, foydali ko'pchilik yoshlarga. O'shanga hozir sizga 1 daqiqa, 2 daqiqa qancha kerak bo'lsa ajratmoqchiman kamera bilan sizga. Yoshlarga, bizani ko'rib turgan odamlarga maslahat bersangiz bo'ladi. Men siz kameradan chiqdim. Kameraga gapirishim qiyin-lekin aka. Qiyinmi? Ha, kameraga gapirishim juda qiyin. Harakat qilmoqman. Men siz bilan birga turaymi bo'lmasa? Bilmadim endi nima maslahat berish, to'g'risi. Nimani tasavvur qiling? Slabak bo'lmaylar degan bo'ladim, to'g'risi. Hozirgi kunda shunaqa ощущение, slabый bo'lish moda. Plus qo'yaman. Slabый bo'lish moda bo'lib qoldi. Erkak kishi bo'lsa, erkakligini, ayol kishi bo'lsa, oldingi kattalar qanaqa bo'lganini eslab turish kerak. Hozirgi kunda menimcha eng katta bo'layotgan muammolardan bittasi, meni shaxsiy fikrim, juda ham slabый bo'lish, выгорание bo'lib qoldim. Oldin misol uchun psixologiya bo'yicha kurslar bo'lmaganda, hozir juda ko'pda bilmagan odam ham kurs sotyapti. Men o'ylayman, bu bizani kundagi основной yoshlarni muammosi. Bilmadim, juda ham slabый. Qiyinmi, yiqildingmi, baqirib bo'lsa ham, qomlan bo'lsa ham turib baqirib yana ish qilish kerak. Hech kimga qiyin emas misol uchun bilmadim. O'zbekistonda men ochidan o'lgan odamni eshitmaganman, bo'lmagan bunaqa odam. Bo'lmaydi ham, chunki bizning davlat unaqa слишком katta konkurensiyali davlat emas. To'g'risi, katta oylik topish ham qiyin bo'lishadi, juda oson. Просто 5-6 ta odamdan yaxshiroq bo'lsangiz bo'ladi. Aya urish kerak emas, xullas. Ha, просто harakat qilishingiz kerak. Men tushunmayman, to'g'risi. Qo'llab-quvvatlayman. Juda slabый bo'lish kerak. Bitta mesej beradigan bo'lsam shu. Slabak bo'lmanglar, javobgarlik olishni oxirigacha olishni o'rganinglar. Zo'r. Xayolda emas, действияda ham shu narsani ko'rsatib bersanglar bo'ladi. Zo'r. Plus qo'yaman bu narsaga. Juda ham zo'r tavsiya. Aka, katta rahmat. Tanishganimdan xursandman. Mana, rahmat kattakon. Rahmat. Mana shunaqa zo'r tavsiya bo'ldi. Men ham juda ham qo'llab-quvvatlayman bunaqani. Slabak bo'lish kerak emas va agarda mana shu yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizni yo'lingiz dasturchilikda tugab qolmaydi. Mana sizga tirik namuna. Va agarda dasturchilikni o'rganmoqchi bo'lsangiz, rostdan ham UDEVsdan yaqinda kurslar chiqishi mumkin. Asnovida ularni kuzatib turinglar. Boshqa kurslarni esa platformada topsangiz bo'ladi. Xayr.